boyda shunaqa narsa bo'lganki, ular bitta taktika bilan chiqqan. Mani faqat old oyog'imga lov tepish bo'lgan ular taktikasi. Faqat lov tepish bo'lgan. Shuni keladi, qo'lini blokka qo'yib oladi-da, lov tepadi. Men kelishiga uraman, 1-2 uraman, tiyaveradi, 3 ko'taradi, tiyadi. Даже nokaut ham bo'lganda, yiqilganimda udardim, turgan ham. Mana shuni urushganmiz, ana shu lov tepaverib, oyoqda 3 ta suyagi bo'lar ekan, qo'ttasi bo'lar ekan bitta, orqada 2 ta kichkina bo'lar ekan. Mana shu yerda 2 ta kichkinani tepib sindirib tashlagan. Keyin oyog'im ishlamay qolgan, o'sha miya buyruq bergan, parterga kiraylik, parterda urushaylik, dabivani bo'g'ish, bir nima harakat qilish kerak, qarochi, oyoq ishlamayapti degan. Bitta proqqa kirsam, ko'targani oyoq ishlash kerak-ku. O'sha oyog'im ko'tarilmayapti, kuchi yo'q. Keyin hali maytimga quloq maqasiga urgan, lekin aytdi mandiraj, oyog'im tashlash bo'lmagan. Tirsakda urganda,